Manaqa tushing, singlim, manaqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'lamidingiz? Aka nima bo'pti? Men taniyapsizmi? Men Kamila Lo'la blogerman. Ya men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda Open budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmoqdi. Biz telefon qilishib yuboraman, ukalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, o'zi 1 minut hal qilib yuboraman, ukam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? Open budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'la bloger. Yugur, ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha? Mana matqovul o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Tur olib kel. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Ey Lola pipimidi. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim Open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'pti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vayshi, tushmayapti pulingiz. Nimaga tushadi ovoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Ukalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida geylik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmish. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi eshonlar bor, dam soldirib kelaman. O universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda ma'lumlar Hikmatoy ma'lum dars bermaydi demişlar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, Ha. talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarchalar. O'ziman Termizdaman. Sen bunaqaga? Sen kim eding sen? Papilomanmi, kim eding? Ukam Kamila Lo'laman. Qani mana 20 mingga ber baqa. Уже перебор, jonga tegyapsiz, ukam. Bizani ham aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, ukam. Menga qara, menga seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin.